Mana shu joyni diqqat bilan eshiting. Bugun hurmatli ota-onalar farzandlaringizni yo'ldan uradigan, rasvo qiladigan, ularni hayotini butunlay buzib yuboradigan 3 ta narsa haqida aytaman. Jiddiy e'tibor bering. Va yosh yigitlar, o'zingiz ham eshiting. Agar eshitayotgan bo'lsangiz, sizni hayotingizni buzib jirkanchilikka, jarlikka olib boradigan 3 ta narsa haqida aytaman. Birinchisi, internet va scrolling. Reelslarni, tinimsiz postlarni ko'rganda ham foydalisi bo'lsa, hop, ammo befoydasi ko'p. Ikkinchisi, narkotik moddalar. Siz bilmaysiz, bolangiz maktab o'quvchisi, mana shu huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari aytgan, maktab o'quvchisi tabletkaga o'tirib qolgan. Ko'p bunaqalar hozir. Tiqilib yotibdi. Ota-onani aldayapti-da, ana unga pul bering, kitobga pul bering, palonga pul bering, pismonga pul bering deb borib narkotik olyapti. Sun'iy sintetik tabletkalar ham bor. Topolmasa oddiy dorilarni olib peredoz ichyapti. Maktab o'quvchisi spirtnoy ichib yurganlari bor. Maktab o'quvchisini sigaret chakib, qishloq taraflarda nos chakib yurganlari bor. Qayerda olding desangiz, dadamni cho'ntagidan deydi, akamni cho'ntagidan deydi. Va uchinchisi, farzandingizni hayotini xarob qilib, kerak bo'lsa o'zini osishga olib borayotgan bir nechta bolalar o'zini osib ham tashladi. Bu onlayn qimorlar. Allambalo betlar. Onlayn qimor. Diqqat bilan farzandingizni tarbiyasiga jiddiy e'tibor bering va ular bilan gaplashing. Qiz o'g'il deydigan joyi qolmadi Akmal aka. Hammasi onlayn qimorga pul tikyapti, onlayn qimorning orqasidan o'zini osib tashlayapti yo boshqalarning joniga qasd qilyapti.